Mana sizlarga juda ham ko'p so'raydigan lokatsiyadan yangi hovlimiz sotuvga chiqyapti. Ya'ni Uchtepa tumani ona bola больницасының to'g'risidagi mahalla yoki 236-maktabni orqasi yoki shundoq oldimizda bog'cha ham bor ekan. Xullas, lokatsiyasi juda ham zo'r. 2 sotuv maydonidagi yangi hovlimiz sotuvga chiqyapti. Yozgi oshxonasida sanuzel. Qilib beriladigan ishlari полностью polli qilib beriladi, zinali qilib beriladi, eshiklar qo'yib beriladi va kotelni yig'ib beriladi. Uyimizda 3 etaj mansardalari ham bor. Hop, remontlari to'liq bitgan, yangi hovli, boshqona qismi, hol, tepli pol, radiatorlar qo'yilgan. Bu bo'lsa mana zal qismi, kattagina zal qilingan. O'rtada bitta katta sanuzel va bitta katta spalnyamiz birinchi etaj uchun bo'lyapti. Tepada bizda общий 3 ta xona, 2 ta sanuzel. Mansarda keladigan bo'lsa, mansardamiz ham katta ochib yuborilgan. Mansardada ham bitta sanuzelimiz bor. Narxi 196 ming срочный so'ralyapti. Ozgina o'tib beraman deyaptilar. Qolgan rasxodlarni o'zim qilib beraman dedilar. Tanishib videoni jo'natib qo'yinglar. Menimcha bundan zo'r variant hozir yo'q bu rayonda. Kelinglar, ko'ringlar, любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi.